Hürmetlik vatandaş. Yılda kiliveti bir haber anladım hürmetlik vatandaşım. Keçidin biri teyyarlığa leksiyelerim başka leksiyeler idi. Bu haberini şunda anladım ki dünyada xuddi bulutla qavvada çakmağın çakmaktak bir çakmak çakıldı vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlarining hürmetlik bir nafar muhbiri Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinga savol qo'yibdi. Yana ata Jenvada, Shveysariyaning Jenva shahrida prezident Joe Biden bilan uchrashishdan avval qoida bo'yicha muxbir shunday savol qo'yibdi. Masalan, Uyg'urlar masalasi. Bu to'g'rida men o'tirg'i chiqqan leksiyani maqola yozma maqolani ko'rolmadim. Shuning uchun sizlardan apil so'rayman hurmatli vatandoshlar. Biroq prezident Vladimir Putin shunday debdiki, men Uyg'urlarni bilaman. Uyg'urlar bilan ko'rishdim. Uyg'urlar hozir Jungoda yaxshi yashayapti degan gapni qilibdi. Mushu gap uchun rahmat. Masalan, Prezident Vladimir Putin pishqan, chiniqqan davlat rahbari. Demak, diplomatiyada chiniqqan, pishib yetilgan davlat rahbari. Bu kişinin qanday so'zni so'zlashidan qat'iy nazar hurmatli vatandosh. Ata suhbat boshlarida ikki davlat Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya Federatsiyasi o'rtasida Jenvada dal mushundaq vaqtda Rossiyaning prezidenti Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinning Uyg'ur degan ismli eg'izga elishi bo'libmi Amerikalik hurmatli muxbirning dal mushundaq paytda dal mushundaq zamanda bu savolni o'tirib qo'yishi sizlarga Alloh nusrat ato qilsin. Mushundaq diplomatik vaziyatni va Amerika Rossiya Federatsiyasi o'rtasida mushundaq diplomatik munosabatni o'rnatgan navbatdagi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenga Alloh rahmat ato qilsin. Allah nusrat ato qilsin. Amerika xalqiga Alloh nusrat ato qilsin. Keldi vatandoshim, zaman yetib keldi. Zaman Uyg'urning beshig'i nur bilan yetib keldi. Zaman Uyg'uristonga g'albi bilan yetib keldi. Zaman bu jafokash millatning Uyg'urning beshig'i quyosh nuridek parlab yetib keldi hurmatli vatandoshim. Endi Uyg'uriston dunyoning yiroq sharqida, balki dunyoning o'rta Osiyosida qat ko'tardi. Davlat bo'tirg'i chiqdi ishonaman. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenga ishonaman. Gapimda ozmasdan burun deydilarki, hurmatli prezident Joe Biden apandi, Uyg'uriston masalasining sizning qo'lingizda hal bo'ladiganligiga ishonaman. Uyg'uriston masalasining sizning vazifa o'tayotgan mezgilingizda hal bo'ladiganligiga ishonaman. Tarix shundoq o'rinlashtirdimi? Xudo shundoq o'rinlashtirdimi? Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray shundoq o'rinlashtirdimi? Men xabarni ko'rgandan keyin vatandoshlarga yana bu to'g'rida so'zlayman, endi to'xtamay so'zlayman. Hozirgacha to'xtamay so'zlab keldim. Vatandoshim, seni tabriklayman. Vatan ichidagi Uyg'ur jazo lageridagi Uyg'ur seni tabriklayman Uyg'ur. Amerika Qo'shma Shtatlari xalqini, Rossiya Federatsiyasi xalqini, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti prezident Joe Bidenning hukumatini tabriklayman. Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinni, Rossiya xalqini, tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovni tabriklayman va bu yo'lda yarim yilgacha harmay, talmay kurash qilib, mushundaq diplomatik natijalar va g'alabalarga erishgan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinkenni tabriklayman. Rahmat, prezident Joe Biden. Demak, prezident Vladimir Putin Uyg'ur degan ismni eg'izga oldi. Ata, Xudo xolisa ata Jenvadagi suhbatda bu masala o'tirg'i tushdi.
bu mesele o'ttiriga tushdi. Uyg'uriston masalasi muhokama qilindi. Uyg'uriston masalasiga Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin ifoda bildirdi. Uyg'uriston masalasiga Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden ifoda bildirdi. Tabriklayman 20 milyon, 130 milyon Uyg'ur xalqi. Tabriklayman seni. Qadimiy Sharqdagi qadimiy davlat Uyg'uriston. Tabriklayman seni Uyg'ur xalqi.